Mana gullarimni yuvib olyapman, onajonim gullarini chiroyli qilib. Mana chaylarni ketkizib, mana chiroyli qilib yuvishni boshladim. Gullardan birinchi boshladim. Hovlini ham yuvib ketaman zaodno. Mana chiroyli qilib yuvib, ham bularga mana lolalar. Lolalarni ko'rdilaringmi? Lolalarni juda chiroyli. Allohga shukr. Allohga shukr. Zaodno yuvib ketyapman-da, gullarni ham. Har bittasini yuvib, hovlini ham yuvishni boshladik. Hovlini ham yuvamiz. Polni yuvib chiqsak, marra bizniki. Keyin bugun xudo xolasa, nima ovqat qilsam, o'shani ham qo'yaman. Inshaalloh. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik hammalaringiz bilan. Gullarimizni chiroyli qilib yuvib, mana qilamizda har bitta onamni gullariga tus ochib chiqyapman-da, har bittasiga. Ham yuvilyapti. Bilasizmi? Lolalarni ko'rdingizmi, lolalarni? Mana onamni lolalari. Mana. Nasıl chiroyli lolalar. Onam bir boshqacha edi, dadam hali kuniga masalan soatiga eslayman-da, endi kimga qanaqa bilmayman, men onamni rosa yaxshi ko'raman. Haligacha onamni sog'inaman. Onam mana bu Instagramda qo'yadi, to'g'ri. Har xil fikrlar bo'lyapti, ana qilyapti. O'zim o'taman, to'g'ri. Kimdir yozdi, o'zini olti etgandir, ana qilayotgandir deb harakat qilaman. Stop, nima deydi? Ovqatni ham qo'yaman, lekin xafa bo'lish yo'q. Chunki meni u xohishim O'zbekiston mustaqil davlatda yashayapmiz. Hammani o'zini nima deydi? Instagramda shunaqa qo'ymasin, bunaqa qo'ymasin degan narsa yo'q. Men o'zimga yoqqan narsalarni qo'yaman. Allohga shukr. O'zbekiston mustaqil tinch davlatimizda yashayapmiz. Haqqim bor deb o'ylayman. Chiroyli qilib mana gullarimizni yuvyapman. Onajonimning gullarini. Keyin hovlini tus ochib, keyin sizlarga yana video tashlayman. Meni kuzatib boringlar, layklaringizni kutib qolaman. Yaxshi gaplarni ham kutib qolaman.